Kechasi 10:30 bo'ladi do'stlar. Bizda shunda ham ishlarimiz ardangida qizg'in do'stlar. Tavsiya qilamiz hammaga. Daraxtga. Tim bilan shira yo'q bilan o'sha tomirni zulukdi. Men o'zim Pavloniya bilan bir 3 yil shug'ullanganman ko'chatchilik bilan. Xuddi shunday birinchi yil. Assalomu alaykum, Xatirchi Begim guruh a'zolari, Navoiy viloyat Xatirchi tumani Yonqol mahallasi Olmazxon Nurmuhammad, Kaliforniya qizil yomg'ir tushgan Vinslon shug'ullanaman. Fotografiya qilaman do'stlar. Mana bugun sanamiz 5-yanvar. Soatimiz yarim kechasi 10:30 bo'ladi do'stlar. Bizda shunda ham ishlarimiz ardangida qizg'in do'stlar. Videomizni oxirigacha kuzatib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turing do'stlar. Yangiliklarni zo'r hali oldinda videomizni oxirigacha kuzatib, obuna hamda qo'ng'iroq tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlab turing do'stlar. Qanday yangiliklarni boshlayman do'stlar. Do'stlar, manaki 20 tonna xaltalangan sifatli organik o'g'itlarimiz begomstamiz. Shaftoli hamda o'rik nihollariga organik moddalarni berish maqsadida, namlik ushlab maqsadida xaridorimizga ustozimiz, hamkorimiz Murodilla akamiz bilan birgalikda 20 tonna begomstarimizda yuklab jo'nataveryapmiz do'stlar. Kimlarga sifatli aloqada bo'lgan begomstamiz hamda Kaliforniya qizil yomg'ir uchirishlarimiz kerak bo'lsa, marhamat Atvisaniyadagi 95 kodima 224 73 28 raqamlarga aloqaga chiqib bemalol murojaat qilishingiz mumkin do'stlar. O'sha kimlardan qiziqish bo'lsa, Kaliforniya qizil yomg'ir uchirishdan qiziqishlar bo'lsa do'stlar, marhamat bemalol bizdan xarid qilib, o'rganib daromadingizni 10 barobargacha oshirishingiz mumkin do'stlar. Videomizga like bosib, begom bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan do'stlarimiz, yaqinlarimizga ulashib, qo'llab-quvvatlab turing do'stlar. Eng qiziqlari hali oldinda. Mana bu yoqda begomstlarimiz hamda endi e'lonatgan begomstlarimiz bu yoqda Kaliforniya qizil yomg'ir uchiramiz do'stlar. Tungi soat 10:30, 12 ga qarab ketyapti. Bizda ishlar hardan ko'ra qizg'in do'stlar. Mehnatimizni munosib baholab, like bosib, qo'llab-quvvatlab turing do'stlar. İş jarayonlari. İngilizce simple. Saçını tekke oynayalım. Ustozimiz hamda hamkorlarimiz bilan birgalikda. O'sha ekin ekilganda svejida. Shunday qaraysiz, o'zi yorug'da ko'rinadi. Mana cho'lchangim bor hali. O'sha simqurt bor-ku. O'sha ekin 4 oy, 5 oy yil turgan begumni tavsiya qilamiz hammaga. Daraxtga. Tim bilan shira yo'q bilan o'sha tomirni zulukdi. Men o'zim Pavloniya bilan bir 3 yil shug'ullanganman ko'chatchilik bilan. Xuddi shunday birinchi yil mana shunday begumni oldik, sveji. Ichida lichinka bor, oq simqurtga o'xshaydi. O'sha zulukni surib tashladi. Kelasi o'sha xato qilmadikda 6 oy, 7 oy shu tashab qo'yib begumni lichinkalardan xoli bo'lgandan ekdik. Pavloniya o'sha 1 oyda ichida 40 santimetr ko'tarib yubordi stakan. O'shanda effektini bilganman, odamlarga tavsiyam daraxt ekishda chirimagan nuri, tayyor bo'lmagan biogumni tavsiya qilmaymiz. Agar o'sha pulini bermasin, mayli o'shandan rizq olmaylik, mayli, lekin to'g'ri tavsiya beraman. Mana olsa, mana bunday ko'chatga 5 oy, 6 oy turgan biogum bor. Mana o'shanga tavsiya qilmaymiz, agar shu daraxt ekaman desa, yangi biogumni tavsiya qilmaymiz biz.